617-bob. Babu sifatin ni'al. Oyoq kiyimlar sifati haqida. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoq kiyimlari qanaqa edi? 3614-hadis. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning na'l oyoq kiyimlarini ikkita qibolasi bor edi. Qibola degani barmoq orasiga kirib turadigan ipi bo'ladi-ku oyoq kiyimni. O'sha qibolasi deyiladi. Bosh barmoq bilan oyoqdagi yondagi barmoq orasiga kirib turadigan qismi ipini o'sha qibola deyiladi. Masniyun shirakuhuma, uni o'sha iplari bog'langan edi. Ya'ni o'sha ikki tomondan oyoq kiyimni ipi bog'lab qo'yilgan bo'lganda, xullas hozirgi shippaylar bor-ku. Oyoq barmoqning orasiga qistirib kiyiladigan ikki tomondan ikkiga qaratib boylab qo'yilgan bo'ladi shipaylar. Xuddi shu. Faqat avvalgi zamonlarda endi bunaqangi hozirgidek zamonaviy bo'lmagan, tagi taxta bo'lgan, ustiga bitta ipdan shunday qilib bir ip yasab oyog'ning orasiga kiradigan qilib qo'yilgan. Shunaqa edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyoq kiyimlari. 3615-hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Kana li na'lin nabiy sallallohu alayhi vasallam qibalan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyoq kiyimlarining ikkita qibolasi bor edi. Shu qibola ham o'sha oyoq orasiga kirib turadigan ipi degani. 28-bob. Babu lubsin ni'ali va khal'iha. Oyoq kiyim kiyish va yechishlik odobi. 3616-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna va idha khala'a falyabda bil yusra. Agar birlaring oyoq kiyim kiysa, o'ngidan boshlasin va agar yechsa chapidan boshlasin deganlar. Demak, oyoq kiyim kiyishda odobi mana shu. Kiyishda o'ng oyoq bilan kiyasiz, yechishda chapini yechasiz birinchi. 29-bob. Babul mashi fi na'lil wahid. Bitta oyoq kiyimda yurishdan qaytarilgan. Ya'ni bitta oyog'ingizda oyoq kiyim bor, narigisida oyoq kiyim yo'q, yurish qaytarilgan. Kiysangiz ikkalasini ham kiying, yechsangiz ikkalasini ham yeching. Hadis 3617-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, La yamshi ahadukum fi na'lin wahidin wa la khuffin wahidin liyakhla'huma jami'an aw liyamshi fihima jami'an. Birortalaring bitta oyoq kiyimda yoki bitta mahsida yurmasin. Kiysa ikkalasini ham yechsin, kiysa ikkalasini ham kiyib yursin deganlar. Bittasini kiyib bittasini yechib yurish yo'q. Nimaga? Birinchi sababini aytilganki, chunki odamlar nazariga tushasiz. Biz o'tgan darsda aytdik, inson kiyim kiyganda odamlar nazariga tushadigan bo'lib kiyim kiyishligi shuhrat libosi katta gunoh. O'zicha hamma o'ziga qaratib, odamlar sizni g'iybat qilishiga sabab bo'lasiz. Odamlar buni yurishini qara deydi. Bitta oyoq kiyim yo'q ekan deydi. Ikkinchidan, bu oyoqda ikkalasini ham birdan haqqini bering yoki ikkalasini ham haqqini bera olmasangiz, ikkalasini ham mahrum qiling degani. Bu juda katta adolat qonuni. Ya'ni bersang ikkalasiga ham ber, bo'lmasa ikkalasiga ham berma. Biz doim farzand tarbiyasida ham shuni gapiramiz-ku. Masalan, bir sovg'a bermoqchisiz, ikkita bolangiz bor. Bera olsangiz ikkalasiga ham bering, ikkalasiga ham bera olmaysiz, bittasiga ham bermang. Chunki bu bir-biriga nisbatan adolatsizlik bo'ladi. Ularni bir-biriga nisbatan gina paydo bo'lishiga sabab bo'lasiz. Men unga berdim, menga bermadi deydi. Shuning uchun bersangiz, bera olsangiz ikkalasiga ham bering, bo'lmasa ikkalasiga ham bermang. Gohida mahrum qilish adolat bo'ladi, shuni biling. Masalan, ikkita uchta xotininiz bor. Bittasiga berasiz, bittasiga bera olmaysiz, bermang hech qaysiga. Sovg'a bermoqchi bo'lsangiz. Chunki bu ham adolatsizlik bo'lib qoladi. Ikkalasiga ham bera oladigan paytingiz berasiz. Hatto insonning o'zini oyog'iga nisbatan ana shunaqa adolat qilishga buyurilyapti. Bittasini kiydingmi, nargisini ham kiy yoki ikkalasini ham yech deyilyapti mana. Shariat insonga o'zidan-da rahmlik. Shunga o'xshagan haligi yariming oftobda, yariming soyada o'tirma degan hadis sharhida ham aytgandik-ku. Bu ham chunki jasadga nisbatan adolatsizlik. Yarimiga oftob tushib tursa-da, yarimiga oftob tushmasa. O'tirsang hamma yog'ing oftobda o'tir deyildi. O'tirmasang hamma yog'ing soyada o'tir deyildi. 30-bob. Babul inti'ali qo'iman, tik turib oyoq kiyish. O'tirib kiyish kerak oyoq kiyimni, tik turib kiyish kerakmi? 3618-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an yanta'ila rajul qo'iman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi tik turib oyoq kiyim kiyishdan qaytarganlar. Chunki yiqilib ketishiga sabab bo'ladi. Bu endi qachon?
masalan tufli, etik, mahsi, shunga o'xshagan odam haligi mehnat bilan kiyadigan oyoq kiyimlar, ovora bo'lib kiyiladigan oyoq kiyimlar, ana shularda o'tirib kiyishga buyurilgan. Chunki odam yiqilib ketadi. Ammo mana shipaylar, uni nimasini o'tirib kiyasiz? Farqi yo'q o'tirib kiydi, turib kiydi, to'g'rimi? Aksincha turib kiyish qulayroq. Ana shunaqangi narsalarda turib kiyib ketilaveradi uni, shipaylar boshqani. Mashaqqat bilan kiyiladigan oyoq kiyimlarda o'tirib kiyishga. Bunda ham shariatning rahmligi odamga. Ya'ni bir yiqilib ketma degandek. Bolachangiz masalan tik turib oyoq kiyim kiyapti. Yiqilaman turadi, o'tirib kiy deysiz-ku, rahmingiz kelgandan. Xuddi shu uslubda shariat Alloh bandalarga rahm kelgandan ana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali mana Rasululloh qaytaryaptilar, tik turib oyoq kiyim kiyma deyaptilar. 3619-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi tik turib oyoq kiyim kiyishdan qaytardilar. Men yuqoridagi ma'noda. Faqat sahobiy almashdi. 31-bob. Babul khifafi sudi. Qora oyoq kiyimlar, ya'ni mahsalar haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyganlarmi qora oyoq kiyim? Hammasi hozirgi zamonda o'zi qora odatda. Zarar yo'q. Faqat endi Rasululloh kiygan kiymaganliklari keltirilyapti. 3620-hadis. Ibn Burayda otalaridan Najjoshi rahimahulloh islomga kirgan-ku, Najjoshi Habashiston podshohi. O'sha kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ikkita, ya'ni bir juft mahsiz jo'natgan ekan. Sazijayni. Sazij deganligi bir xil rang, qop-qora ya'ni. Qop-qora oyoq kiyim jo'natgan ekan. Qora mahsida xullas ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni kiyganlar.